Hey, hammaga salom, sizlar bilan Bekinjon. Bugungi videoda biz mana shu bitta dunyo ochganman, tekis dunyo, va o'sha biz tekis dunyoda bir baza qilgandik. Biz o'shani sizlarga ko'rsatmasdan qilgandik. Mayli bitirilmagan bo'lsa ham sizlarga ko'rsatamiz, qanchalik chiroyli o'zinglar baho berasizlar. Hozir kiryapti. Qachon kiradi bu asab qildi. Mana bu yerda qishloqlarni qurganman. Bu yer sklad. Bu yerni tagida qishloqlar bor. Mana zombilar o'ldirmasin deb bu yerga qo'yib qo'yganman qishloqlarni. Mana xohlagancha bu yerdan qishloqqa olib ketish mumkin. Hozir birgina sizlarga mana shunday nasrga qilishni ham o'rgataman. Do'stlar, mana o'zimga ham mana bunday yasab qo'yganman. Mana shunaqa jonimlar bilan to'ldirganman, mushuklar bilan to'ldirganman. Chunki bu yerda creeperlar to'lib asab ekan. Tashqarisini qaranglar. Bu yerda nima bor desanglar, mana do'stlar, sizlarga bir narsa o'rgataymi? Qishloqda ham qilsa bo'lardi. Mana yerga xol qo'yib yuborsam bo'ladi. Beradi deyman. Hozir men sizlarga bu xonani ham ko'rsataman. Bu yer sehrlash xonasi. Mana bu yerlar. Mana bu mening kiyimim. Bu yerda nima bor desanglar, mana bergan mana shunday narsalarni qildim. Hech narsa ham bu yerda yuzolmay boramiz. Mana bu yerda ham yurishim mumkin. Shunday dekoratsiya qilishni bu yerda insonda qildim. Mening soatim. Hozir sizga bir soat qanday ishlaydi ko'rsatdim. Vaqt ketamiz. Kunlar shunday yoqsin. Soatni qarang, ketdim, orqaga qaytib qoldi. Mana bunday aslilarni qo'yganman. Bu yerga mehmon ham kelgan. Deyasiz. Hozir bu yerni ko'rsataman. Bu yerdan bunday chiqsangiz, mana bunday sigirsiz dushmanlarni jami bilan yo'q qila olasiz. Bu yer tungi paytda siz o'zingizni qarangizni yo'qotib qo'ymaysiz. Mana shu yerga chiqib oyoqqa chiqadi. Aslida buni olib chiqsa ham. Sen nima qilasan, sen mushukcha? Bu yerga yaxshiroq dekoratsiya berolmaganimmi? Mayli. To'lab qilmadim. Mana bu kirish joyi. Juda ham ko'p moblar kirib ketganda.
Böyle telefonda oynayışım hanım birader. Ne? Hadi yaşımsın. Bana sınıf geçişti. Gece. De kuma kılıca değindi sonuç etti. Hazır temir oğlunu. Bir ayran yostuk çıkardı. Ne bir çeki. Ne çıkmadı çöte. Ne verdim bakalım. Tinç güne. Ayranı da gün doğru mu? Temir kuyma diyoruz gereken. Bayağı bozulgan. Selam. Uzarız biraz yine bağlı kopta. Hani bayi? Söylemiyor. İkinci mi bir kışlakıya. Ana kışlakıya isim vermektim. Onu yokatıp koydum çocuğa. Ayyo onu ördeki. Gel VKG. Ne olursun. No bana niye ne कर दिया Sanırım Texas Nigger Bunlar yem ne कर दिया sanırım çıkamam. Nigger 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 Bu çıkacak gelmesin böyle koyuyorum. Yamaya çıkıp geçelim. Gel sen yem ver bana. Şurasını. Nigger böyle yem veriyor mu? Ne böyle yem veriyor? Ya böyle veriyor ki. Ana Nigger böyle. Yok bunun ismini bak Nigger koşuyor. Ya kanını basmaktan kesiyoruz. Nitmez. Nigger. No, bu en yaxşı yolu yem vermelisin.
Mendan xafa bo'lma. Demak, xayr do'stlar, men sizlar bilan Bekimjon bo'ldim.